So today I'll be recording this lesson in Uzbek language. Okay. Hop, bugungi ko'radigan case'imiz bu transitions with independent clauses. Ya'ni transitions with independent clauses. Hop, ularni qanaqa independent clause'ga joylaymiz. Tasavvur qiling, bizda faqatgina bitta independent clause bor, ya'ni subject plus verb. Bu holatda juda ham oson. Transitionda agar bitta subject plus verb, undan oldin ham, undan keyin ham nuqta bo'lsa, biz buni ichiga qo'ymoqchi bo'lsak, lebo joyga komalari bilan qo'yib qo'ysak yetadi. Faqat bu qiyinlashadi qachonki bizda ikkita subject plus verb bo'lsa. Ya'ni bizda ikkita independent berib, okay? Ikkita independent subject plus verb, keyin yana bitta subject plus verb berganda bu narsa biroz qiyinlashadi. Xo'p, common case qanaqa? Independent berishadi sizlarga, keyin komma bilan, keyin transition, keyin yana komma, keyin yana independent clause. Shunaqa variantda berishadi sizlarga. Lekin aynan bu ko'rinishda sentenceimiz xato. Nimaga? Chunki bu run on degan sentence bo'lib qoladi. Ya'ni xato. Run on nima? Run on bu ikkita independent clause-ni noto'g'ri bog'lash, ya'ni kommalar bilan yoki hattoki komma plus transition bilan bog'lash degani. Xo'p, unda nima qilamiz? Unda ikkita independentni qanaqa bog'lashimiz kerak? Ayniqsa transition bo'lsa. Transition bo'lsa ham bo'lmasa ham ikkita independentni to'g'ri bog'lashning yo'llaridan biri bu yokida semikolon bilan ajratish, yokida ularga nuqta qo'yish. Ya'ni bu holatda independent, keyin semikolon, ya'ni independent, yokida independent, nuqta independent. Transition bo'lsa ham deyarli bir xil. Faqat savol kelib qolishi mumkin. Transitiondan oldin qo'yaman bu semikolonni yoki keyinmi? Nuqtani ham xuddi shunaqa. Xo'p, endi qarang, bizda faqatgina ikkita independent clause bo'lsa, deylik. Misol uchun independent clause, keyin shu semikolon yoki nimadir, keyin yana independent clause, ya'ni ikkita bo'lsa, transition doim ikkinchi independentni ichida kelishi kerak. Nimaga? Ya'ni bizda tasavvur qiling, subject plus verb bor, keyin sizlarda kelishi kerak, misol uchun nuqta, keyin yana subject plus verb, keyin transition kelishi kerak. Endi sizlarga aytdim, agar bitta subject plus verb ichiga qo'ygan bo'lsangiz, transition oxirida kelishi mumkin, o'rtada kelishi mumkin yoki hattoki boshida ham kelishi mumkin. Bu narsaning farqi yo'q. Muhimi ikkinchi sentence'da kelsa bo'ldi. Agar ikkita bo'lsa independent clause. Savol bo'lishi mumkin, nimaga? Chunki transitions always doim o'zidan bitta oldingi sentence'ga bog'laydi. Tushunarlimi? Endi qarang. Ikkita sentence bo'lsa, agar sizlar birinchiga qo'ymoqchi bo'lsangiz, tasavvur qilamiz, bizda xo'p, bizda ikkita independent bor. Sizlar transition birinchiga qo'yib qo'yapsizlar. Nuqta bilan yoki semikolon farqi yo'q. Ikkinchi transition bor bu yoqda. Endi aytdim sizga, parol, ya'ni rule bo'yicha transition o'zidan oldingi sentence. Endi buni olishdimi bo'lmaganligi uchun bu hech narsani bog'lamay qoladi. Shuning uchun birinchi sentence'ga qo'yish bu xato bo'lib qoladi. Demak, ikkita independent bo'lsa, bu 100% ikkinchi sentence'ga kelish kerak transition. Bu degani transitiondan oldin qo'yishimiz kerak. Semikolon yoki nuqtani. Shunda transition oldinga, ya'ni ikkinchi sentence'ga tushib qoladi. Keyin independent clause. Bu yoqda independent clause. Independent clause, transition, komma, independent clause. Shu holatda bo'lish kerak. Agar faqatgina ikkita bo'lsa independent. Endi bizda juda ham common 3 ta independent kelishi. Ya'ni sizlarda independent beradi, keyin nuqta qo'yadi, keyin yana independent beradi, keyin sizdan so'raydi, tipi transition bo'ladi bu yoqda. Mana semikolon qo'yish mumkin, keyin yana independent clause bo'ladi. Yoki ikkinchi variant beradi sizlarga. Independent nuqta independent, endi bu yoqqa semikolon, keyin transition, keyin komma, keyin independent clause. Xo'p, birinchi o'rinda bularning farqiga bitta e'tibor beraylik. Farqi nimada? Farqi transition joylashuvida. E'tibor beradigan bo'lsak, birinchi strukturamizda, ya'ni bu strukturada
Transition ikkinchi sentencening ichida kelyapti. To'g'rimi? Ikkinchi sentencening ichida. Ikkinchi sentence oxirgi qismida to'g'riroq. Okay. Aynan ikkinchi sentence kelgani uchun transition hozir qaysi bilan bog'layapti? Birinchi sentence bilan, ya'ni birinchi independent clause bilan. Ikkinchi case esa, xo'p, in transition bu 3-sentenceda kelyapti. Mana 3-sentence, chunki semicolon undan oldin. Bu degani transition 3-sentenceda va u ikkinchi independent clause bilan bog'lanyapti degani, guys. Demak, bu yerda logika bo'yicha o'ylashing kerak. Independentlar, qaysi independentlar bir-biriga bog'liq degan. Xo'p, bitta misol ko'ramiz. Ya'ni bu gapning ma'nosiga bog'liq. Xo'p, misol uchun everybody went out. Osonroq sentence tuzaman. I stayed home. Nuqta yana. I watched TV. Yana nuqta. As you see, ya'ni ko'ryapsiz, bizda 3 sentence bor, 3 independent clause bor. Endi men however degan transitionni qo'ymoqchiman. Kichkinami kattadan farqi. Xo'p, endi o'ylaymiz, guys. Howeverni qaysi sentence ichiga qo'yishim kerak? Qaysi sentence ichiga qo'ysam, ya'ni birinchi sentencemi, ikkinchi sentencemi, uchinchi sentencemi, shunda logikni to'g'ri keladi. Xo'p, endi aytdim sizga. Birinchi sentensiga qo'yish xato bo'ladi, chunki undan oldin sentence yo'q. Shuning uchun birga qo'yish xato. Okay. Birga qo'ya olmaymiz. Ikkiga qo'yib ko'raman. Xo'p, everybody went out. However, I stayed home. Ikkinchi sentensiga kelyapti. Ma'nosi nima degani? Hamma chiqib ketdi, lekin men uyda qoldim. Xo'p, logika bo'yicha to'g'ri keladi. Ya'ni birinchi bilan ikkinchi sentence bir-biriga qarama-qarshi desak bo'ladi. Chunki hamma tashqariga chiqib ketdi, men uyda qoldim. Endi men 3-sentensga qo'ysam-chi. Xo'p, I stayed home, ya'ni 3-sentensga qo'ysam bu ikkovi bog'lanadi degani. Endi ko'ramiz. I stayed home. Men uyda qoldim, lekin televizor ko'rdim. Xo'p, endi o'ylamiz ishni. Qaysi biri ko'proq bir-biriga qarama-qarshi? 1 bilan 2 ko'proq bir-biriga qarshimi yoki 2 bilan 3 mi? Endi logikani o'ylab qarasak, albatta 1 bilan 2. Ya'ni hamma tashqariga chiqib ketdi, lekin men uyda qoldim. Demak, logika bo'yicha ko'rinib turibdi. Demak, 1 bilan 2 bir-biriga qarama-qarshi. Endi 1 bilan 2 bo'lgandan keyin however qayda kirish kerak ekan? Ikkinchi independent clause'da. Chunki ikkinchi independent clause'da bo'lgandan keyin bu o'zidan oldingiga bog'lanadi. Demak, buni qanaqa yozsak bo'ladi? Tak. Xo'p. Everybody went out. Nuqta. I stayed home. Endi buning ichida kirish uchun biz howeverni komma, howeverdan keyin semikolonni qo'yishimiz kerak yoki nuqtani, farqi yo'q. Keyin bu yog'i ketaveradi. I watched nimadir. Shunda hozir biz bu holatimizda however ikkinchi sentenceda kelyapti. Shunda bir bilan bog'lanyapti. Понятно. Tushunarli deb o'ylayman. Tushunmagan joyini bo'lsa yozinglar, harakat qilaman tushuntirishga.